Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida ustoz Muhammad Yusuf Qarim bilan Qarimning vatandagi o'qish hayoti haqida suhbat olib bormoqchimiz. Yusuf Qarim o'zlarininki bu Uyg'ur musulmonlar uchun qilib kelayotgan xizmatlarini aytib ko'p. Shunga biz shu musulmonlarga bo'lib yoshlarga bir ilhom bo'lsa ekan degan umid bilan sizning hayotlarini bilan suhbat olib berishni qaror qildik. Sizning shu balalik hayotidan boshlagan bo'lsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Endi balalik hayatdan başlasak şu her qanday bir insanın şundağı kichik vaqtida ayna unutulmaydigan bir xotiralar, ta'sirotlar shundoq nimalar bo'ladi ekan. Bu hamda shu ota-onaga bog'liq ekan hamda ota-onaninki qanday ta'sirot qoldirishi, qanday narsalarga qiziqtirishi. Masalan, endi kichik vaqtimizda biz u masjid deganlarni yepiqdi, masjid deganlarni anglaydik ko'rmagan hamda. Cuma o'qish deganmi yo'qdi, shu atrofimizdagi qo'shnilar birlashib bir kun bisimizning uyida, bir kun bisimizning uyida juma o'qitdi. Men kichik shu aqsini yuratdim, endi o'qitdik, endi qilatdik. Shu chog'da hamda dadam burunqi o'zining kichik vaqtidagi endi ishlarni so'zlab berdi. Masalan, dadamning bir tog'asi bo'lgan ekan, hozir Madina Munawvarada tugab ketdi, uning bolalari bor hozir. Shu tog'asi Hindistonga o'qishga chiqibdi ekan. Chiqishdan burun hamda shu 41 kun itikaf qilgan ekan masjidda o'tirib. Unga Hindistonga chiqib o'qibdi ekan. Shuning gapini shunda qiladi qilgan ekan, menga shunda bir qiziq İçimde şuna bir ot girgende, ben aynı o çağda biz Hindistan'dan bilimiz chat elde sende. O çağda okup geldi şu Hindistan'da okup geldi Mevlevi, başkalık Azhar'da ya Saudi Arabistan'da okup geldi deyken yerine anlam bakmaydık değil mi? Kaşgar'da okuyanın halpitim deydi, Xotan tarafta okuyanın ahunum deydi. Aşında kaldı. Şunu olan aynı bir kızık bir ot girgen. Aşında bir okusam deydim. Ama o çağda tasavvur arzu ba, tasavvur kılgıl bulmaydı hazır. Hiç kadar bir şarait mi yoktu? Şunda olap hem de 79 yıl herhalde 79 yılın ahırları şu hatırlasam şu çağda camiyle içilip gitti, mecliste içilip gitti. Şunun gibi din koyup verilgende oldu da şunun da andın kişiler asta öyle 3-4 bin balını okuttu da menimki ustazım mı, benim qari kılgan ustazım bizim asli qo'shnimiz şu ambulatoriyada işleydi, tiyipti, yüze şu Anjamdan kelgan o'zbek qarida qari bo'libdi ekan. O kishi endi shu fursatni g'animat bilib o kishini bir qancha balni yig'ay deb ustozim Muhammad Qurban Qarajim rahmatli vafot bo'lib ketdi. Shundan keyin bizni o yig'ay deb shunday tashabbus qildi. Şu aralıkta men o ustozim undaq bizni o'qitishga tashabbus qilishning oldida onam meni qo'limdan tutib, Eysam Xon xalbamda bir ayol vardı. Hayotida faqat shu o'ylanmay, hayotni ibodat bilan o'tkazgan bir kishi endi. Shuningda onam rahmatli onam qo'limdan tutib apirib nima qilgan, u menga nimani Qur'on o'qish qoidalarini biroz o'rgatgan. Shu o'rgatib turgandan keyin qarajim ustozim Qur'on o'rgatadigan ekan biz u yerga keldik. Shuni bilan Qur'on yodlashga boshladik. Endi men bu Qur'onni shunday shu chaqda shunday bir Qur'on yodlashga bir orzu qilib qolgan tarafim borda. Kichik vaqtimizda yana bu har qanday bir ota-onaning hamda bolalarga nimani ish qilib jiq ashunda ko'stib qanday bir ish bilan jiq shug'ullansa u bola ashuni do'raydigan masalan o'chaqda mashqqa chiqish bo'lmagan 5 vaqt namozini dadam uyda o'qiydi. Uylik o'qiyotgan qiroatini 5 vaqt namozda şu uylik o'qiydi, uylik o'qigandan şu namozda o'qilgan qisqa surlarning hammasi kichik vaqtimda yodlab qo'yganman. Shunda chiroyli anglatdi hamda. Undan keyin dadam kitob o'qiydi. Bizni kichigimizda kitob o'qishni balki yaxshi ko'rgan kitob o'qishga amroq shunda cho'ng o'qigan hamda. Shuning bilan Qur'on yodlashga endi qarajim ustozim dastlab kichik suralardan yodlatdi. Kichik suralarning to'lisini zaten oynatmada o'zimiz yodlagan, ama tajvidsiz, qira'atsiz bundan qoidasiz yodlagan, ama uni tuzib qilgan bo'ldi. Keyin bir yilga qolmay ikki para, oxirdagi ikki para 29-parini 30-parini kashlikda
sabaq alıman maktabdan kelib, ayda menib yurib, aşı boyluda qışlıqdımı ayda şapkamni yancuqımı qısab qap turib, aşı yalang'ochda ayda menib yurib, ayda yadlaytdik. Endi o chaqda o ehtiyot qilish uchun kunduzi hamma bola zaten şapka kiyib mang'atdi. Madrasadan Qashqargacha şapkani kiyib mang'ib, madrasaga kelganda şapkamni yancuqimı qısab qap kiyib ayda qilatdik. Shuning bilan ikki pora yadlab bo'lgandan keyin ustozim bu qiziqib qoldi, qari qilmasam bo'lmaydigan dedi. Endi ustozim zaten o'choqchi fursat bo'lmagan rahmatli, bekimni o'qitish yo qari qilishim fursat bo'lmagan. Shuni men qari qilay dedim, men buni aytib xo'sh bo'ldim desam, keyin maktabdan ayrilib, mishaga rasmiy kelishim kerak. 2-3 yildan so'ng men qari qilib bo'laman dedi. Shuni bilan beshim qotdi. Bu maktabdan men yaxshi o'qiyotdim endi. Tuluqsizga chiqqan shu vaqtida. Men kichik maktabga kirib ekan, meni kichik chiqqan tuluqsizda meniki 2 dona og'inam Dilshod Qurban, birisi Kurash Qodir, men üçümüz sınıfda bak yani oldilik endi men sınıf başlıqdim, bir og'inam nimetdi, ugunish başlıqdi, yana bir do'stim alqimda galastik taqmay kelganligini xotirlab muallimga chaqirtgandi. Shuna bo'lib maktabdan ajrataman degandagi bitirabdan xo'sh bo'ldim, meni qari qilganda bitirabdan bu maktabdan ayrilgim kelmadi. Raqobatda o'qiyotgan. Raqobatda og'inlarimdan, o og'inlarim hamisha biz Beijingda o'qiymiz deb ayda aytdik biz endi vatandagi eng oliy o'qish Beijing endi chet elga chiqishni tasavvur qilmaydik. Beijingda o'qiymiz degan biz bu shunday g'ayratda senda men qilib qolamanmi deb shunday o'qiyotgan vaqtda. Shuni bilan qilib qolib, men ham maktabdan ajratagandan keyin bitirabdan bu xo'sh yoqdi, bitirabdan ayrilgim kelmaydi. Shuni bilan bu uydagilarga saldiq buni, uydagilar ustozim o'zi saldi, sağan kun dastlabda hammasi buning endi qo'shilmadi. Bu dinni o'qisin, buni bilan jon saqlash uchun bunda bir fan o'qish kerak yoki dunyo o'rganish kerak. Dinni o'qisin, ammo o'qishni o'qisin deganda ustozim yo'q, bu qari bo'lish uchun maktabdan kirish kerak, uni qari bo'lolmaydi deb turib. Shuni bilan bu masala hal bo'lmagandan keyin bu ustozim shu chog'dagi mashhur va yurtdagi katta ulamolarni yig'ib, dadamning ham burundan tortib shu dadamma madrasada o'qib, qari bo'lolmay, shu qari bo'lay deb tug'an vaqtida 7-8 pora yodlab bo'lganda bu yeni hukumat kelib dadamni askarlarga ketibgan, askarlar ketibgan, shundan keyin o'zining bir orzusi bor bitiradi deb qari bilan bo'lgan adresingiz bor. Shu chaqdan tortib endi chiq ulamolar bilan shunda aralashib chiqib o'tadigan chaqdan to'nitdi. Shundan dadamni orqa olib turib, endi biz 11 tuqqan, 5 qiz, 5 o'g'il. Men 3-chi ondan keyin. Shundan endi Alloh taolo sizlarga 10 dona bolani beribdi. Birini Alloh uchun atib asla buni. Degandan keyin dadam taraddud qilmaydi, bo'ldi atadim, nim bo'lsin Alloh rizqini beradi deb qildi. Biroq onamga kelgan vaqtida rahmatli onam o'ylab endi qanday bir ona degan kuyinidi bol deganga. Shundan bu qanday jon saqlaydi keyin uni o'ylash kerak, plan tuzish kerak, bular din o'qisin yaxshi, fanni o'qisin deb shunday bo'ldi. Shuni bilan bir taraddud qilib bir oy o'tgandek bo'ldi. Eng oxirida ustozim yengib chiqdi, maktabdan ajrab kirdim, ammo do'stlarim, muallimim oblasini avladi. O sen o'qigan bo'lsang, oliy maktabga o'tading, sen baka chikitib qolding dedi. Shunda dedi, og'inlarim desam dadam, seni men Hindistonda o'qidim deb. Uni Beijingda o'qisa, sen Hindistonda o'qiysan. Ha, Hindistonda o'qisan deganiga endi menga dadam tasalli qilish uchun deb qo'ydi deb. Muhtim zaten dadam shunda shuning uchun degan gap tasalli qilman bo'lmasa u 81-82-yil u atrof deganda bekin bir chet elga chiqmagan 83-yilda 5 yilda uni tasavvur qilolmaydi o'zi. Shunda dedik, og'izdan soat ketganda biraz chet elda o'qidik endi. Shunda qilib mushunda qarilikqa shunda kirdim endi. Qarilikqa kirgandan keyin ustozim ambulatorda kunduz ishlagandan keyin o ustozim o'zi bundan ayoldan ajrashib ketib 5-6 yil bo'yi tug'an. Ustozimning balasi Abdurahmon Hojim rahmatli umutiga ketdi. Shuning bilan birga biz uyda ustozim 3 yil yashaymiz endi. Men hamisha ashuning uyda atdiganda meni qulpsab qolib teshdim. Chikitida, endi kichik bo'ladigan talaga tikib o'ynaymiz anda qilmasa. Shugacha o'sha soatga qarab turib, 1 soatni shugacha yodlayman, tushdan keyin yana 1 soatni yodlayman, kunda 2 soat Qur'on yodlayman. Ayda turib ba'zi zirkib ketib, ba'zi og'inlarim shu tunukka kelib, o'choq o'yinning derizasiga tunuk deymiz, tunukka kelib o'ynamamdimiz desa ma'qulda bu tunukni qechib chiqib o'ynagan kunlarim bo'ldi. Bo'lgandan keyin ustozim uni bilib qolib, tunukni tunur bilan ityapti-da, ityapti deb ondan keyin shunda turdik. 1 yil bo'ldi, 1 yilning atrofida 5-6 bola o'qishga biz bilan birga kirdi. Men xo'sh yo'ldan bitirdim, zirikmayotgan bo'ldik.
kirdik ama o ustazımның aşı uyda oynap, birden zikip kalıp, birden okup, birden oynap, ayna kılıp, binasını sundurup, naytı kıymetlik bir radyosu vardı. Saudiya Arabistan'ın radyosunu tınşaydı şu çağda ustazım. Aşı radyonu sundurup attık. Onun degen ustazım şunu olan açıklap, bomaytken ısını ben başka yere açıp koydum. Bir көрінішке мында қараса отанхана күмәлік енді кішілерінікі диққатын чекмейді да шоны aşağıya әкіріп қойды бізні үйінің енді де күмәлікті оқымыз бітірепті күмә бітірепті отан бір айылгече оқыдық оның қарасақ балалар көпейіп кетті 40-50 бала болды анда оған aşağıны həmməsini тазалап жәмиятыма вазiyat кіші екен бұшы да бұның құдак әмәс әмісі қоқмай тұрған болды анда оған 2 қызлық өйді 40-50 bala айында оқимыз ұстазым işqi çıktı da akşamı meninkini tınşaydı ama ben başkasını tınşaydım xəlp ettim şu çağda xəlp et oğan ayna qılıb oxuduq o çağda kəmdi keçiləri bulaq şu cümə keçisi tünəyimizdə cümə keçisi oxumay tünəydik ustazımın uydakiler tamak etib etdi keçisi biz ayna tünəydik Quran yadlaydık şunda oxuduq əmdi yerdə Bu Kur'an yadlaşqa kaçan başlagan neçə ildə yadab Kur'an yadlaşqa şu 79 yılı hemen şu 11-12 yaşdaki vaxtlarga o 79 yılı cəmiyyənin içiliş bilan uzun qalmay biz Kur'an yadlaşqa başladım. Onun için 80. yıldan başlap resmi məktəbini ajrab Kur'an yadlaşqa girdim. 3 yıl yadlapdım. 2 yıl təkrarlapdım. Şununla 84. yılı resmi xətm etdim. 84. yılı Nailik Cəmidə bu ustazım o ilə hərəmə ketgan. O ustazım şu cəmiyyənin imam etdi. Üzü taravihni üzü oxutdu. Endi o Ramazanda o yılı ustazım ketgəndi, endi hərəm ketgəndi. Şununla meni oxusun deb qo'ygan. Şununla ben күнді бибарды фурсат кетті екен да Құран ядағаннан кейін оны бір имам болмауға керек таравихта енді тәліп ашына имам болмауға болмайды екен біз оның алдыдағы мәдреседе әр елі ядлығынымызды оқып маңаттық мәчітте оқыш деген башқыш екен дәслапты үйрекіміз бұқылдап тәліп айна қылдық кейін аста-аста үйрендік birinci yılı 84. yılı 30 gün tükettim. 85. yıl 2 meçitte okudum. 15 bardan. Yana bir 3. yılı 86. yılı həcge çıqqılı. Biz Mangıl az qağı vaxtıda Ramazan kelgende şu çağda. O çağda 3 meçitte okudum. 10 bardan okudum. 10 bardan. Aynen qılıb tüketimi qıldıq əmdə. Albatta bu insonningki o'quvchilik hayoti, bu Allohning muqaddas kitobi Qur'oni Karimni yodlash hayot adam uchun bir xursand bo'lgan insonni tushuntirilgan hayot. Bu jarayonlarda sizlarga bir ta'sir qilgan hayot eslimlari albatta bor. Bu vaqtda biroz u yerga eng ta'sir qilgan shundoq bir ochiq bir shu bir aslimamda mushu Qur'on o'chog'idan aytib qisdi qori Qur'on deydi o'chog' sabis tamam Hindistonning basmasi deydi endi hozirgi ma Saudiya Arabistonniki podshoh pahti akademiyasidan chiqqan Qur'onlar o'chog'i yo'q balki bizning vatanga bormagan endi yerda bo'lsa yoki batula yo'qdilar anda uni ko'rmagan shu seriq qog'ozlik sabis tamam Qur'onlar o shundoq qisdi endi onu hem de ben Kur'an yadlap bağış 11 Kur'an'la almıştığını bilmem. 11. Kur'an dadam aşı nereden taptık ki bazarda bir ekedim kısak bir adam ekip diken aşı deyince elip şu 90 yuvangi seti vargan dadamның bir aylık maaşı 80 yuvangi onun 90 yuvangi seti vargan daha hoş olan seti vargan bunun seti biliştim burun kadar kıldık sizler bizden bir Şanghay basması kurallı varken bunun öydü şu vardı. Şunu da yadlasam hepsi tamam emez. Ustazımız hepsi tamam Kur'an'da yadlamışsan olmaydı diyenken birilerden hem de aynı bizden halkımız yani biri kitap okuması mı, Kur'an okuşunu bilmesi mi aynı öyünün ikiz turistki elip saklap koyup hürmet kıtkan bunda bir halk bizde. Dünyada bunda halk olması gerek yani. Şunçilek yani ihlas melliktice. Ama öygümde mihman gelse kitap okuşunu bildiğin, Kur'an okuşunu bildiğin adamla gelse yükünüp oturup onu okutup şöyle bir dua qılmaqdan adətli vardı. Aşularında saklap qoyğan Qur'andan dadam soğudu da ma balam Qur'anı yadlıqlı Qur'an tapanmı da ya setip birinlar ya ki mani bir birin yadlıqasında biz hər giz satmaymayız. Qur'an aşı balımızgıça uçağı diyen de tapılamaydı o Kur'an'lıca. Satmayınız bırak birip duraydı da. Birip durğandan keyin andın birip durup men bir 5-6 ay okuğandan keyin onun balısının okuğusu kelip qalıb, o kelip bu kelip Kur'an'ımızın birinde de eketdik. Onun keyin
Aşında qilib 7-8 Qur'onni almashtirdik. Ustozimning qarib olgan Qur'onni bir kuni ustozim meni qiyinchiliklar qilganini meni berib turay, shuni yodlagin dedi. Uni yodlab tursak, ustozimning balasi bilan do'st biz, ag'ina, birga yodlaymiz. Billa oynaymiz. Abdan o'tsak gap qilmaydi. Kichkina urushib qolsak, Qur'onni evaldi, Qur'on mening deydi. Shunda qilib Qur'onni evalatdi. Shunda qilib eng oxiri shu 11-ci Qur'on qo'lga tushgandan keyin u Qur'on hozirmi uyda saqlab qo'yalib bizning bir xotira endi u. Shuni bilan yodlagan. Ya'ni u mezgilda shu qarining kiratdi Qur'on topolmaydigan xafalar arab bo'lganlar ash kechi ustozlar yezib uni kitap yo'q buni. Keyingi mezgilda ana tungallar basmallarni ba'zi qo'ldatgan bo'ldi. O xafalar hammalarning boshidan o'tgan zaten. O'tgan gapda yana bir ta'sirli ish, mening kitob yozishimga turtki bo'lgan ishning birisi o'sha bo'lishi mumkin. Shunda dediki, hamma narsani otani uyda ballag'a shu narsani urug'ini solatgan endi-cha. Urug'ini solgan. Dadam mening ko'nglimga chet elda o'qish arzusini sog'an, dinda o'qish, Qur'on yodlashni dadam sog'an. Uning kitob masalasini shu siz degandek 80-yili, 79-yil endi texi din echilib kishi binas o'qishga boshlagan chog'da dadam shpigirab deydigan bir narsa bor-da. Hozirgacha bilmayman bu shpigirabda dadamning xati chiroyliqdi. Ayda lozi qog'oz deymiz. Shu qog'ozga shu qoida Bag'dodiyani Qur'on o'qish qoidalarini birini akib turib, chiroyli birini yozib olib, unga shpigirab uni solamiz ekan. Qog'oz mo'yda shpigirabda buni may, haliqa oyoqni maylaydigan maydak may ham bu. Bilmayman, o'shunda qilamiz. Pakizi chiqdi, ayda qilib dadam jiq ayda qoida taqatgan. Bek jiq taqatgan, uni necha mingni taqatgan. Shuningdan keyin men bek ta'sirlandim endi undan. Shu u shunchalik jiq chapatadi, hozir biz kompyuterda buzilib ketsa qilamiz-ku, o'ngshaymiz. Anda uni loziq qog'ozga yozgandan keyin u buzilib ketsa, ya'ni shambat demagu. Ko'ydirgan shambag'i buzilib ketgan, ya'ni Şamni temitib qab, tüpski yasib bulibdi. Hozirgidek uyg'unib ketgan dadamning qashda o'tirib uni. Shu narsaning ayda nimasi bo'lishi mumkin, hamda ko'nglimga shunda pukatdim, bizga ayda bir fursat kelib qolsa, bizni bu dadamdek jabutatmaymi, asalroq bir ish qilib bo'lsa, bunda xizmat qilsak deb, shu xizmatini dadamdan o'rganganimda shunda. Shunda unutilmas daqiqalarni Aslında Kur'an'ı yadab bo'lgandan keyin bu chet elga chiqishining oldida balki vatanda ancha-muncha arabcha o'rganishni boshlagan bo'lishi mumkin, arabcha asos. Uni ham chet elga chiqman degan orzu bo'lgandan keyin Qur'onni yodlab qilib, takrorga tushgan vaqtida men dadamga arabcha o'qitgan bekimga olib beraman desam, bizning uyimiz 2 kilometr ketgan yerda Said Ahmad Hojim deb bir kishi bor, u ham bizning nahiy bo'yicha shu meros ilmida birinchi uning oldiga o'tolmaydi. Shunchalik yetishgan olimdi. Shuni qilishga olib berganimda bir 2-3 oy o'qidim endi. Uningda shu arab grammatikasini boshladim. U kishilar yaxshi abdan o'rgatib tutgan kishida, ammo men kelsam keldingiz demaydi. Kelmasam bir qancha kun kelmasam sen nerede qalding demaydi, so'maydi ekan. So'magan dadamga kelib, bu oxirim shuna so'maydi ekan. Vaqtim baka o'tib ketamiz deb bunda desam, "Ama siz seni so'rayotgan adibingni bir qayerga olib berayman" deb shu Iminajimdan bir kishi bor-da. O ustozim bizni 7-8 kilometr yiroqlikda bir yerda turadi. Shu yezandi o ya. Aşağıya Avrupa'da uyanın nizamida, qoidasida 15 kunda bir qatam bola uyga chiqdi. Anda uydan chiqib kirib yursa ko'rib qoldi deb ehtiyot qilib, uyning atrofini ham saman nima qonaqning pasa bilan yotgan dehqonlarning qarasini binas ko'maydi. Balla bak ovoz chiqarib ketmaydi. Ashuni shunda o'qiymiz. Shu yotitgan yerimiz hamda 2 g'irishdan deb ayda belgilab birgilik 2 g'irishni balki o'choqda biz kichik uruq hamda 2 g'irishni siqqan o'xshaymiz hamda. Shu sarangida yatatdik, tüptüz yetib, tüptüz qopatdik. Tok ba'zi vaqtida bordi, ko'p vaqti bo'lmaganiga jinchiroq yandirdik deb, buni bilan tartib ağzımızla tutgan bolsa, qarang. Öyle 15 balla chiqib, bulon chiroq yo'qolgan. Yana ashuni bilan odam kasallik og'rib qolmagan. Hozirgi zamonda kuchukni bir cho'ng'izanlab kelsa, voy bolalarimiz og'rib qoldi, anda oldi, o'pkisi chataqul deymiz. Agar o'pkisi chataqulgan bo'lsa, shu vaqtida bizlar hammamiz o'lsak uzatishimiz shart. Bir tarafdan axshini bir uran sog'ib qolsak, yotqanini bir chutgan bo'lsa, chiroq deganni ko'nglim qarong'ulab ketadi.
Bulurumuzga topulu kirip ayda olap ketdi. Yani işim bolmagan. Jinchiraglan qo'par ayda o'tmagan. Yani o anda jabut atgan bilan shunda bir lezzetlik bir yaxshi bir vaqt ekan endi. Yani bir narsani deyishni unutib ketdim. Qarilikda o'qigan chag'imda yana shuni ota-onaninki shu ündürgen yani sağan urğunun bir neticesi ekan. Anam rahmetlik shu kichik vaqtida shu medresede okuyan çağda ustazı her cümle sürükahbi okunla dep o çağda sürükahbini her cümle okusan savap oldu deptiken o toğurdaki hedisini bilmeyimiz yani o çağda anam şu 84. yıl men xatmi ötümen dep turvatqa 40 gün qalanda anam balam xatmi ötüdü xatmini görmen dep arzu qilib turib tugab ketgan. Şu anam aşu çaqçamda biz aqlimizga kelsak har juma kun surkahni o'qiyotgancha kichigimda da ustozim tavsiya qilganda uning anam tugab ketganligim men har juma o'qitgan bo'ldim. Shu chaqda shuningdan biri andin mush madrasadami biz shu juma kunlikda balalarla to'plashib surkahbinda 2 soatdan 1 soat anda o'qib tamom qilgan bo'lgan. Shu odatni hamda men hozirgacha chiqib unutib qolsam ketib qoldi. Unutib qolsam kechasi esim kelsa kechasi o'qiyman. Hozirgacha har juma kun surkahbini o'qishni tark etmayman. Buni endi men balalarim bilan bir 3-4 yil bo'ldi. Uning oldida kichikda Qur'on o'qishni bilmaydi. Endi hozir o'qishni o'rgangandan keyin ular bilan har jumadan keyin shunday bir o'qiymiz hozirgacha. Demak, shu anam rahmatli anam sep qo'ygan urug' hozirgacha davom qildi endi. Balagacha endi. Bu yerda demakchi o'g'limiz endi bir tunishtirishdan ota-onaning roli bak muhim ekan balalarni ayndaq yetishtirishda. Ya'ni biz o maktab, madrasa bo'libdi endi ulama inson tarbiyalaydi, biroq haqiqiy insonni, odamni oila tarbiyalaydi. Oiladan qanday bo'lsang, dastlabtosh oq qog'ozga qanday yozgan bo'lsang, shunday bo'ldi ekancha. Shu mendan o'ylasam endi shu oilaninki tarbiyasi bak muhim masala ekan endi shunda. Ahırdan şu vatan içinde ve çatalda olsun nurgulluğun okullarımız Kur'an-ı Kerim hadalmen tırışçılık gösterdi. Şu Kur'an-ı Kerim hadan mahsup olup atkan yadılış tırışçılık gösterdi. Qari okullarımız için ne mesiyetleri var? Qanday Kur'an-ı Kerim'ni yaxshi dağıl oludu. Bu hazır çatalda vatanımızın marxil usulunun kolunda ekan. Ana balaның ümidi qanday bulup najih buluştu. Kur'an'da yadılış o bir gap ken yadağan Kur'an'ı tutup duruşmaz, unutup kalmay. Şuna bu hafta hazretlerimizin çatlı nurgulluğun qarandaşlarımız, inlerimiz, ukullarımız Kur'an oquşqa tırışıp atıp yadılışqa. Bulağı bir vasiyetler olsa. Bizning beşimizde ötkenimde o çağılda yani biz Kur'an'ı 3 yıl yadıldık. Yadılgandan keyin ustozimizning bak vaqti bo'lmagandan keyin kunduz ishlagandan keyin o kishi takrorlatish ishlarini endi Ramazon kelsa Ramazonni bir qatim takrorlab Ramazonga tayyorlab qilamiz. Ramazonda boshqa vaqtida oldiga shu yodlab mengivergan aqsini unutib qolmagan. Bu uslub endi bizning elib mangan uslubimiz bu xato ekan. Keyin shunda tushunib yetdikanda bundan keyin vatanda Qur'on dunyoning qanday edi biz Qur'on yodlagan qarindoshlar shundaymiz ekan. Masalan bugun bir sahif yodlagan bo'lsak, aqimizni yodlagan sahiflarni yodlagandan ya 2ni ya 3ni qanchalik o'qiy olsak, shuni birga takrorlab mansam, keyin ma tugagandan keyin ani endi javob atmayotgan bo'lmasa, Qur'onni endi tugatdim deb kelsam, xuddi burun yodlab bo'lgan, xuddi yodlamagandagida yonib boshlaydi. Shunga ikkisini elib berish masalasi ekan. Isl deganda o yodlash oson ekan, ammo uni saqlab tutib turish masalasi ekan-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda tugudimmi bak qaçitgan o qechishga kelganda to'xtatdan tugatgan bolalar ya deb shu takrorga sal qarab qolib yana aqsi yansa xuddi Qur'on-ı Kerimni yangidan boshlagandek shu qabilini tatib atgan. Tekrar elib maqsad ash o'rgatgan ustozmanda masalan bugun yangi yodlaganni 1 soat tinglasa, burun yodlab bo'lganni 2-3 soat tayyorlab qilsan deb uni tinglab ayna qilsa bo'ladi ekan. Yani bir ayda yodag'alarni endi taravih namozlarida namozda 5 vaqt namozlarda atganlarda bo'lsa kechaları qop tahajjudda ma'lum bir parni o'qiyalam, yerim parni o'qiyalsa, mushunda asosan to'xtaydi ekanda esida. U bak esida qoldi ekan. Bularni ana ota-onasi yoki ustozi o'qib bersa, biz ustozimni dedim ya, bo'ytaq ayda tug'an dedim. Biz ustozimiz bizni namoz bandatdan oldida mening do'stim Abdurahmon Qarajim bilan uning bolasini ikkimizni o'qitib qo'yib
o'zi tahajjud o'qiydi-da. Tahajjud o'qiganda biz mügdab o'tirib Qur'on yodlaydik. Namoz bomdatdan kelib ikki pora Qur'on o'qiydi. O Qur'onni ulluga qo'ydi o'chaqda. Ulluga qo'ydi. Aşı çağda aşı nurgun yani texmen yadlamagan ayetler kallamga kirip şundaq bir oңайлышqı başlagan. Onun için bir vatandakilarning dahqab deb bir o'qiydigan bir 10 qap Qur'onniki qul degan amr bilan kelgan 10 qap o'qiydigan bir odat bor ekan. O ustozim dahqab o'qiydi. O şu 10 qapni Qur'onga 10 dani qul bilan başlagan oyatni men o yodlashni Qur'onniki növbeti kelib bo'lguncha uni yodlab qo'ygan arximizda. Har kuni o'qigandan keyin o qalbimizga kirib ekandan keyin o yodlab qoldi ekan. Shunga shu bolalarga bilaman-da, bolalar uchun ota-ona ya Qur'on o'qiyotgan, ya kitob o'qiyotgan, ya jaynamozda o'tirgan, ya tasbih qilgan, mushunda chiroyli ko'rinishlarni bolaga jiq ko'rsatsa, jiq ko'rsa bola u shu narsalarni hayotni oxirida tabiatida albatta boshqalarga agishish o'rnimiz tabiatda. O bulaqma balanda yaxshilar inson yaxshi. Ajab agishganda. O bala bulaqma ota-onaga xuddi shu balaning ikki ko'zi shu apparatda hamda shu ota-onaning butun ishlarini ayda elib mang'atga emasmi? Shu ota hamda deydi-ku shu tarbiyachilar balalarimni tarbiyalayman deb jabtatma, o'zingni tarbiyalayman. O'zi yaxshi bo'lsa, balalar shu ota-onasini. U demak ketmaydi endi. Hörmətli qarindoshlar, vaqt münasibati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Davomni keyingi bölümde anlaşılacağını ümit qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.